Men Botir akamni kundaliklarda o'qiganman. Yosh bo'la turib mashhur bo'ldim, ammo vaqti keldi, endi buni to'lashim kerak, to'lovi bor. San'at bu oddiy bir qanaqadir biznes g'oya bo'lmagan deb o'ylayman bular uchun. O'sha Ikrom Akbarovning yana bir fikrlarini keltirib o'tmoqchi edim. Nega boshqa qo'shiqlar yaratilmayapti sizni o'sha kompozitorlik jarayoningizda deganda, u uchun Botir Zokirov kerak menga degan javob aytgandi. Konsert bo'lish kerak edi, Botir akamni tez yordam mashinasida repetitsiyaga olib borishgan. Musiqa, teatr, tasviriy san'at bularning barchasi Botir Zokirov iste'dodining turli qirralari edi. Kichkina xonachasi bor edi, u rassomlik qilardilar. 60-yillar bolasi kasal, tentirab, dovdirab yuribdi ona ko'chalarda. Baland ruhiyat bilan konsertlarda ishtirok etar va ijod zavqi bilan xastaligini ham unutar edi. Ularga haqiqiy o'sha san'at bo'lsin, o'sha odamlar oziq olsin bundan. Baxtingdan baxtim paydorano, rano